Shahzoda opa, hozir ko'pchilikda xotiram pasayib ketibdi yoki bo'lmasam nimanidir eslolmayapman, esimdan chiqib qoldi degan gaplarni eshitamiz. Xotirani mustahkamlash uchun qanday tabiiy usullaringiz bor? Ikkita usulni aytib o'taman. Yozib oling. O'zimizni oddiy gashitsa, ya'ni xantal deb aytiladi. Har kuni ertalab tongda bir no'xat kattaligida kukunini kapotib ustidan iliq suv ichiladi. Necha kun? 30 kun, 40 kun umuman zarari yo'q. Ikkinchi usuli o'zimizni omila. Hind omilasi hamma bozorlarda bor. Bir kunda 3 mahal bir choy qoshig'ini 3dan birida kapotib ustidan iliq suv ichiladi. Qancha? 30 kun iching, 40 kun iching. Ichki shamollashlarga yaxshi, jigarga yaxshi, xotiraga yaxshi, yurakka quvvat. Juda ham yaxshi natija beradi. Marhamat, foydalaning va xotirangizni tabiiy yo'l bilan mustahkamlab oling.